Abduqodir Husanov Premyer Ligada eng yaxshi ko'rsatkichga ega chiqdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Promo-kod bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Angliya Premyer Ligasida to'p surayotgan markaziy himoyachilar orasida to'pga tashlanib olib qo'yish, ya'ni patkat bo'yicha eng yaxshi natijalar e'lon qilindi. Unga ko'ra Abduqodir Husanov ushbu reytingda birinchi o'rinni egallab turibdi. Manchester City safida harakat qilayotgan 22 yoshli himoyachi bir o'yinga o'rtacha 1.12 ta patkat tashlab, to'p olib qo'yish ko'rsatkichini qayd etgan. Bu natija Premyer Ligadagi barcha markaziy himoyachilar orasida eng yuqorisi hisoblanadi. Reytingda ikkinchi o'rinni Christopher Ayer 0.96, uchinchi pog'onani esa Cristiano Romero 0.94 egallab turibdi. Shuningdek, ro'yxatdan Trevoh Chalobah, Marcos Senesi, Mickey van de Ven kabi himoyachilar ham joy olgan. Ma'lumot uchun ayni paytda Abduqodir Husanov O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida FIFA Series 2026 turniriga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanov kelajakda oltin to'pni ola oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.